Biraz bir minut saklı bitey. Qarindoshlar biraz kirib olgandan keyin sözümni boshlayman size. Biraz qarindoshlar kirib olsin. Ondan keyin sözümni boshlayman. Tunji qitim naq maydon qilganligim uchun biraz nima bo'lmasligi mumkin. Birinchi qitimda menimcha qarindoshlar xeyli kirdi deb o'ylayman. Unda bo'lsa gapimizni boshlaylik. Assalomu alaykum, hurmatli Sharq Turkistonlik qarindoshlar, barliq vatandoshlar, minglarning shu vaqti xayrli bo'lsin. Bugun normalda mustaqil media bo'lgan Pidayi apandimning programmasini meni ko'p ko'rgantinglar. Bugun nimani o'zim qilyapman, naq maydondan taqtishni. Agarda ovozim yo'q yoki masalalar bo'lsa, asta yozib olsanglar, men o'ngshib olsam, agarda ovozim bo'lsa, ovoz bade ve sanla men tema kirkesem qarindoshlar. Shuning uchun bugun Pidayi apandim bilan bo'lgan vaqt to'g'ri kelmaganligi uchun buni o'zim naq maydon qilishga to'g'ri keldi. Shuni o'zim naq maydon qilib buni bildirmoqchi bo'lyapman. Hurmatli qarindoshlar, hammanglarning xabari bor, o'tgan bir qancha haftadan tortib intayin ig'ir şekilde talaş tartışlara sebep olan indigenous people meselesi hazırki şu davanınki qaysi yo'lga ketayotganligi ve qandaq xarakterdagi dava bilan mingyotganligini bizning asosiy tashkilotlarimizning xalqimizga nihoyat aniq oshkorlab berdi. Nihoyat aniq holda bu qitim bu indigenous people qilinganlik ve resmi dokladda avtonomiya talab qilinganligi ve xalqaro qonunda indigenous people'larning tashqi jihatdan o'z taqdirini o'zi belgilab mustaqil bo'lish huquqining yo'q ekanligi qatorliq haqiqatlar bizning muhojirtimizni intayin qattiq bir silkindirdi. Shuning uchun bu qitim endi Dünya Uyg'ur qurultayining o'tgan yillardan tortib qilayotgan davaning qaysi yo'lda mingyotganligini nihoyatmi aniq ko'rdik deb o'ylayman. Agarda qarindoshlar mushu ig'izda Uyg'ur tilida xalqimizga mustaqillik bizning yo'limiz deb Uyg'ur tilida degan bilan amaliyotda yozmachi materiallar, bayonotlar va dokladlarda nihoyatmi ochiq holda Xitoyning Uyg'urlarga avtonomiya berishini talab qilganligini ko'rdik. Ve bu davada burundan tortib mingyotgan mushu ishlarni biladigan qarindoshlar, agarda bu ishlarga to'ygan bo'lsanglar, Uyg'ur tilida bir xil, ingliz tilida yana bir xil gap qilishga bundan to'yib zerikkan bo'lsak, ondan keyin mushu saylamlar, ya'ni Dünya Uyg'ur qurultayining iddiasi biz barliq xalqlarning, barliq Uyg'ur millatining menfaatiga biz vakillik qilamiz degan bir hem kanuni hem siyasi asası bulmayan bir iddia bilen yukarıdaki işlerini kılalaydı. Ben burun programlarda Şarkı Türkistan Yaşlar Kurultayı'nın baş katibi buluş süpütüm bilen sizlerinin bunda bir iddialarınla ve bunda bir meşruiyetiniz yok. Bu iddialarınla hata, kanunsuz ve gayri meşru diyen idim. Şundan keyin 7. nöbetlik Dünya Uyghur Kurultayı'nın kurultayıda bir saylam, qo'shtirnoqning ichida bir saylam qilindi ve bu qitim reisning hech qanday o'ziga qarshi nomzodsiz saylanishi ve Dünya Uyg'ur qurultayining saylimiga, qo'shtirnoqning saylimiga kelgan vakillarning xalq tarafidan saylanmay, balki oldin bekitilgan shaxslarning kelishi ve saylam qilingan shaklda bir tanlash bilan yana o'z ichidan reis tanlaşı ve vekillerinin köpüncüsünün ayol cemaat oturuşuga o'xshash berib qolgan bu tanlashıdan, yani saylam deyishga tilimiz bormaydi. Dünya Uyg'ur qurultayi yana bir qitim Uyg'urlarga vakillik qiladigan meşruiyetni qonuniy ve siyosiy yo'ldan olmaganligini yana bir qitim oshkorladi. Shuning uchun aziz qarindoshlar,
Bu to'g'risida Dünya Uyg'ur Qurultayıning avtonomiya deydiganligi to'g'risida masalan 2011-yili men shu Amerikada ichilgan Oliy Kengashda avtonomiya alsaq bo'lmamdi degan nurg'un vakillarning chiqib, nihoyatda cho'ng bir talash tortishlardan keyin avtonomiya tilga ilinmaydi deb qaror chiqqanligini bütün dalil isbotlar bilan xalqimizning oldiga qo'ygandim. Ammo shuningdan keyinmi yana har xil bahonalarni ko'rsatib bu avtonomiya yo'lidan voz kechmaydiganligini Dünya Uyg'ur Qurultayı bir qitim emas, bir qancha qitim qayta isbotladi. Endi indigenous people meselesida bu narsa xato bo'lib qapti. Buni qilganlar shu davrda bir xatolik o'tkazibdi. Shuning uchun barliq xalqimizdan kechirim so'raymiz va buni eng tez suratda bu indigenous people'lar forumsidan chekinib chiqimiz deyishning o'rniga Dünya Uyg'ur Qurultayı biz yana davomli bu yig'inlarga qatnashimiz degan shaklda xalqimizni ilivatgan tirniqiga tanqilmaydigan muomalada tutadiganligini yana bir qitim ko'rsatdi. Hammadan ichinishlig'i bu qitimliq 7-qitimliq qurultayda Dünya Uyg'ur Qurultayıning raisi Dolqun Isa apandim 2 qitim qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyatimizga qarshi Xitoyning yenida turgan Gomindangning qo'chaq amaldori avtonomiyachi va gomindangchi Isa Yusuf Aliptekinning yo'lida izchil mangadiganligini, u yo'ldan hech tavranmaganligini o'z og'zi bilan dedi. Shuning uchun hech qanday demokratik prinsiplarga hurmat qilmagan holda o'zlari belgilagan ayol qatochiga o'xshash tanlanib kelingan o'zini belgilagan vakillar bilan reis tanlash faoliyati qilgan Dünya Uyg'ur Qurultayı va İsa Yusuf Aliptekinning yo'lida avtonomiyachi va gomindangchi yo'lida izchil mangadiganligini xalqning oldida ochiq oshkora deyilgan Dünya Uyg'ur Qurultayı Uyg'ur millatining manfaatlariga vakillik qila olamdi. Bizni ajdodimizdan yani ecdadı kimning avlodi ekanligimizdek bir şalliq ecdadimizni ko'zga ilmagan holda chiqib bizni bir yovvoyi xalq indigenous people qilib qo'yib, yana bu qilib qo'ygandan keyin yana tehi xijil olmay, izzat atmay, xalqning hech qanday savoliga javob bermay, yana biz bu yo'lda menishga davom qilamiz degan Dünya Uyg'ur Qurultayı Uyg'urlarning manfaatiga vakillik qila olamdi. Men o'tgandagi bir programmada mundaq degandim qarindoshlar. Dunyoda 2 tane kuch bor. Bu 2 tane kuchning birisi Xitoyni demokratiyalashtirib, Xitoyni bir bozor qilib tijorat qilishni xohlaydi. Yana birisi Xitoyni tahdid ko'radi va Xitoyga qattiq qo'l tutishni, hatto Xitoyni parchalab etishni xohlaydi. Endi Xitoyni parchalab etishni xohlaydigan kuchlarning akademiklari va siyosatchilari bor. Bularning akademiklaridan birisi Andrew Sko degan kishi, doktor Andrew Sko, Amerika Dengiz Armiya istixborot bo'limida xizmat qilgan doktor Andrew Sko Angliyaning Oxford universitetiga berib 2018-yil bo'lsa kerak. Xitoyga qattiq muomala qilish kerak. Xitoyga biz uchun tahdid, uni parchalab etish kerak deb 4 soat leksiya so'zladi. Endi biz uchun bu intayin foydali, ya'ni dunyodagi Xitoyga qattiq qo'l tutadigan kuchlarning Xitoyni parchalab etish planini amalga oshirish uchun universitetlarda bu zihniyatni, bu fikrni yaratish uchun kuchi amaliyotda biz uchun foydali edi. Ammo Andrew Sko degan shu kishi bugun nima deydi, bugun nega keldi desak, sizlarda Uyg'urlarda mustaqillik talab qilganlar intayin ozga va mustaqillik talab qilamiz degan kuchlar intayin ojizga deb Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llashdan voz kechdi. Amaliyotda rostilla Sharq Turkistonliklarda, Uyg'urlarda mustaqillik talab qilganlar shundoq ozmi? Rostilla mustaqillik talab qilamiz deganlar shu tashkilotlar shunda ojizmi? Amaliyotda undaq emas.
Əməliyyatda xalqның həmmisi müstəqillik tələb qılıdı. Amma bu xalqның avazı şu Andrews Kodek dünyadakı hər qaysı күшlərə toğru yetib berib atamdı. Bizga vəkillik qilimiz deb o'tirg'i kirib olgan, demokratiyadan qilchi xabari yo'q, o'zini o'zi tanlaydigan, o'ziga qarshi kichikkina fikri chiqqan mediani dushman ko'radigan kommunist kalladagi kishilar Uyg'urlarning ovozini hozirgi davoda to'g'ri yetkazib atamdi. Unda qilmayotdi qarindoshlar. Uyg'ur tilida bizga mustaqillik olamiz deydi. Her test kelganda, bisim kelganda bir chiqib yog'andan biz mustaqillik yo'lida menyapmiz deydi. Amaliyotda yozmichi materiallarda, dokladlarda, hatta BBC'ning intervyusida mustaqillik alamsizlar desa, yo'q biz avtonomiya olamiz deganidek yozmichi materiallarning hammasida aşında menyapti. Shuning uchun aziz qarindoshlarim ve davaga yeni kirgan qarindoshlar balkim menimcha buni tushunib yetishga yetarli dalil ko'ydi deb o'ylayman. Ondan başqa davada burundan tatib bo'lgan ve davomliq mushu ishlar qarshi inkas qaytirib noroziligini bildirgan qarindoshlarim. Bana bir gapni deytinglar davomliq. Biz davomli qaqshapla o'tib ketamdi. Qo'limizdan bir narsa kelmamdi bu ishqa deytinglar. Endi qo'limizdan bir ish keladi qarindoshlar. Bu Uyg'urlarni, Sharqiy Turkistonliklarni ikki tilda ikki xil yakpayiga qilib, davarimizni monopol qilib, Xitoy demokratlarining oldida kuchuklanib, Uyg'urga kelgan vaqtida qapig'ini o'tirib zo'migalik qilib, mangan bu davaga xotim beramiz. Bunu qanday xotim beramiz? Oldingi qitimda programmada biroz uchini chiqarib qo'ygandim. Bu davaning egisi qandaydir bir pul berayotgan tashkilotlar yoki Tayvanlik, yana bizlarlik Xitoylar emas. Bu davaning egisi xalq. Bu davaning egisi xalqimiz. Agar xalqimiz Sharqiy Turkistonga mustaqillik deydi ekan, Dünya Uyg'ur qurultiyi olamdi, yana bir so'lamdi. Xitoyning 4 tanga puli uchun og'ziga kelganni jo'laydigan bu odamlarning beshi o'n emas. Xalqimiz ularga haddini bildirdi. Ve bu qitim burunqidek qaqshapli qo'ymaymiz. Bu qitim qo'limizdan keladi ve haddini toza obdan bildirimiz qarindoshlar. Qanday bildirimiz? Hozir biz ikki tane narsa tayyorladik. Bu tayyorlaganda bu men tayyorlamadim. Ya Sharqiy Turkiston yoshlar qurultiyi tayyorlamadi. Bir qancha tashkilotlar birlikda qildik. Shunga oldimizda ikki narsa bo'ldi. Birinchisi xalq harakati. Bu ish qaysi tashkilotning ishi emas. Xalq uchun biz bir imzo to'plash kampaniyasi hazırladık. Qarindoshlarımızdan bununla imzo qo'yishini umid qilamiz. Men şu videodan keyin linkini Sharqiy Turkiston yoshlar qurultiyiga va o'zimning betiga chiqarib qo'yman ve başka tashkilotlarni chiqardi inshaalloh. Bununla minglarcha imzo kerak qarindoshlar bizga. Agarda biz minglarcha imzo bilan bu imzo to'plashning nimasi shu. Mavzusi shu. Dünya Uyg'ur qurultiyi Uyg'urlarning umumiy manfaatiga va orzusiga vakillik qilmaydi. Çünkü bularda demokratik nimi yo'q, sistem yo'q. Xalqning xalq odamlari saylandigan ish yo'q. Yana birisi Uyg'urlar mustaqillik xohlaydi, ammo Dünya Uyg'ur qurultiyi uni demayotdi. Shuning uchun bizning umumiy manfaatimizga vakillik qilmaydigan bu tashkilotning xalqaro sahnalarda o'zi bilganini qilish, bizni indigenous people qilib qo'yish ve chet ellikning oldiga borganda xijil olmay, izzat atmay, xalqdan qo'rqmay, avtonomiya olamiz deyishiga xotim beramiz qarindoshlar. Bizga minglarcha, 10 minglarcha imzo kerak. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Hech qaysidan ozlik qilmaydi. Bir ovoz emisi hisob. Shuning uchun bu imzo to'plash kampaniyasi xalqning harakati, hech qanday tashkilotning emas. Bu boshlangandan keyin boshqa mushu indigenous people voqeasidan keyin chiqqan sharmanda dokladlardagi xatlarni ko'rib, tini shurkangan, bularning chiroyi qarab tukagisi kelgan,
barlıq xalqның, cemaat erbaplarının və təşkilat rəhbərlərinin bu hərəkətə qoşuluşunu və xalqımızga rəğbət bo'ladigan şəkildə xalqımızın yenida turishini ümid qilaman. Çünki bu xalq hərəkəti yapay deyilmdə hech qanday təşkilatның emas. Bu hərəkətin egisi xalq. Biz faqat inglizcə bütün mənbələr aniq berilgan holda inglizcə və uyg'urcha buni tayyorladik. Endi qolgan ish bu narsa yoki bu ishning egisi xalqimiz. Shunga xalqimizning bir ovozmi ozlaqmaydi qarindoshlar. Atrofingizdagilarni, uyingizdagilarni, do'st birodarlaringlarni safarbar qilib bu imzoni yetkazib o'tganlarga ishonaman. Endi bu imzo to'plangandan keyin nima bo'ldi desanglar, Dünya Uyg'ur Qurultiyi kirib avtonomiya alamiz degan yerlarda u chetalliklar bulog'i deydi. Sen Uyg'urlar vakillik qilgan birdan bir tashkilot emaskansan. Sen avtonomiyachi tashkilotkansa deydi. Endi ikkinchi qadam nima bo'ldi? Ikkinchi qadamda Dünya Uyg'ur Qurultiyining yeniqida alternativ shaklda Abayman degan Andrews Kodek odamlar Xitoyni parchalash kerak degan odamlar Uyg'urlar asli mustaqillik oladi ekan. Uyg'urlarning mustaqillik olamiz degan tashkilotlar malaka digidek shaklda yana bir alternativ xalqaro tashkilotlar birligini shakllantiramiz inshaalloh. Ya'ni dunyoga yana bir tanlash beramiz. Xitoyni demokratiyalashtirib tijorat qildiganlaring oyaga bor. Xitoyni parchalab davlat, shu 5 davlatni chiqarib Xitoyni parchalaymiz deydiganlar biz bilan ko'rishinglar, biz mustaqillik uchun o'lishga tayyor deymiz. Şunun bilan bu Dünya Uyg'ur Qurultiyining 20 necha yillik bu da'voga qilib olgan monopoliyasi, bu da'voda boshqa odamni gapga uzmaydigan, chet ellikning oldiga bosib boshqalarni chaqadigan xumsuluq qiliqlarga xotim beramiz. Masalaga qarindoshlar bu yerda 3 tane narsani deb berayim. Birincisi 2019-yili men strategiya yig'iniga borgan vaqtimda ashiyadagilarning hammasining oldida o vaqtda Salih Xudoyorlarni hech kimni tonimaymiz. Şu yığında ben Dolqun İsa Efendimdim, hemmisinin aldıda sordum. Salih Xudoyorni birisi çıkıp e-mail yazıptı, e-mail torgu çıketti ve Salih Xudoyorni çaqqallık sebebinden bir yığın qatnaştırmaptı. Kim çaktı Salih Xudoyorni dedim. Desem Dolqun İsa Efendim, Ömer Kanat dedi. Hemmisinin aldıda. Bu bir. İkincisi qarindoshlar, mushu Volkswagen meselesi mi? Əməliyyatda Volkswagen hərəkətinin qiymeti, əhəmiyyətini düşənlər düşəndi, düşənməyənlər düşənmədi. Hazır həmməylə hər xil hərəkətlərini qıvatımız. Ailəm qini edib çıxan qarindoshlar var, çidir qurvatqan təşkilatlar var, yəni başqalar var. Amma Şərq Türkistanğa təkşürüş ömrüge əvətkən hazırgıca faqat bir hərəkət var. Volkswagen hərəkəti. Aşı Volkswagen'ni 14 təşkilatın birlikdə dünyanın 36 noktasında birlikte 6 ay qalanda Volkswagen şirketi biz öyle görüşüp bizden talebimiz boyunca Ürümçi'ge tekşürüş ömrüge evetti. Ve bir dokulat tayarlap qaytıp geldi. Ama iş nerede bozuldu bilemizler qarindoshlar. Uygurlarning vekili biz Volkswagen işinin mi bir şey biz var deb Amerikada 2 nefer qo'jam Volkswagen bilan aloqa qildi. Volkswagen bizden sordu. Biz Volkswagen'ın xalqarалық müşta ariz şikayet işlerinde şu işlerge mesul en senior officials yani en yukarı adamı bilen görüşüyattık. Ama işe hocam kirip vekil biz degendiki Volkswagen bizden sordu. Bulan tonamsızlar dedi. Ya biz tonmayız bu bizden harekette bula yok degendikin Volkswagen Uygurlarının bu Volkswagen namayışı da bir emesligi parça işgalligini bilib qolgandikanlar ustaldan qo'pib ketdi. Ürümçidan yezib kelgan dokulatni asli bizga bermoqchidi, ashada dokulatni bermay qochib ketdi. Ya'ni Uyg'urlarga vakillik qilgan tashkilot Volkswagen ishini buzdi. Hamda masalaga 3-chisini deb beray qarindoshlar. Hammanglar bilasizlar, Amerika Pokistonda qo'lga olingan ya tutib setib etilgan qarindoshlarimizdan 22'ni Guantanamo türməsində yıllarca tutubdu. Və bulardan keyinci qoyub berişki başlap Albaniyaga 5'ni, Şveysariyaga 2'ni, Bermudaga 5'ni və Avstraliyanın yendiki
nimaga palav orlig'a oltin qo'yib berdi. Va bu qarindoshlarimiz 2010 yilga demak xato bo'lishi mumkin. Qo'yib berilgandan keyin biz Avstraliyada çünkü palav qarindoshlar 20 ming nüfusi var. Dengizning o'rtasidagi bir orol. Endi ulardagi dengiz kültürü bo'lg'achqa, hamma odamlar yalang'och yo yarim yalang'och yuradigan bir davlat endi. Shuning uchun bizning bu Guantanamo turmusida yetib chiqqan qarindoshlarımızın diniy hassosiyatlari, o'zining diniy kimligiga bo'lgan ilgi chiqishi va o'zining diniy kimligi bilan yashash uchun bu orol mos kelmaydi. U yerda 30 ming 40 lam Taylanddan kelgan musulmonlar bor ekan shu vaqtida. Keçirsizlar 300 dek, 30 dedim ben. Şunun bilan biz bu qarindoshlarimizni Avstraliyaga akvalayli deb bir qanchamiz bu yo'lda mandiq. Minib aldı bilan gazetga xabarlarni chiqardik Avstraliyalik Uyg'urlar. Bir Palavdagi 6 Uyg'urni akvilishni xohlaymiz deb bir g'ulg'ul boshladik. Aldı bilan gazetga chiqdik. Ondan keyin radiolarda so'zladik va oxirsida SBS kanalida Avstraliyaning eng chong kanallaridan birisida bunun film işlendi 28 min 30 minutlik. YouTube'ga Uyghurs in Paradise deb yazsanlar çıkıdı. Şu filmnin işleniş jarayonig'imi men qatnaşdım. Bunda astidan ustiga qarab shakllanayotgan bu bisimlar sababidan oxiri Avstraliyaning bosh ministri shu vaqtdagi Kevin Rudd buningga inkas qaytadi. Va degan gapi shu. Bu Uyg'urlar vizaga iltimos qilsin, birdan qarab chiqamiz viza ishini. Bunu televizorda mı dedi? Keyin biz bu işini başlagan küçümüzden başkalar Sydney, men turayotgan Sydney degan shahardan ko'chib ketib qolib, bu ishning oxiri 2011 yillari menga qoldi va menga xat keldi. Xat kelganda shu viza ishiga iltimos qilsin dedi. Va 2019 yil shuni bildimki, qarindoshlar, ularning 6 Uyg'urning kelib qolsa Avstraliyaga tahdid bo'lamdi degan bexatarlik tekshirishi Canberra'daki Nurgul Savat Hanım'ın aldığı beripti, yani şu tercümanlık kılıp şularning arxivini retleydiğanga Nurgul Hanım qatnaşıptı. Ve bu qarindoshlarimiz Avstraliyaga tahdid emas deb tekshirishda o'tib bo'pti. Shuning bilan bizga kelgan yana bir qadam nima, ya'ni ish 95% bitdi. Eng oxirsida qolgan ish nima desanglar, 6 Uyg'urga Avstraliyaga kelsa 5'tin aile, birisiga 5'tin aile 2 yilgacha bular ish topguncha iqtisodiy jihatdan bularga yordam qiladigan 30 aile kerak. 6 odamga 5'tin har birisiga. Shu bilan biz buni tashkilotchilarga bildirdik. Shu Dunyo Uyg'ur quruqligining a'zo tashkiloti. Mushta yeriga keldi degan shaklda bildirdik. Chunki bizning yenimizda unda 30 aile yo'qdi. Nima bo'ldi bilamizlar qarindoshlar? Shu ish buzilib ketdi. 6 Uyg'ur kelanmadi Avstraliyaga. Hozirgacha Palavda qoldi. Ya Dunyo Uyg'ur qurultiyining o'zining va yerdagi cho'moqchi tashkilotlarining bizdan boshqa odam ish qilsa bo'lmaydi degan shakldagi cheqishtirishi bilan Palavda 6 Uyg'ur qoldi. Buni men tunji qitim oshkorlayapman. 2011 yildan hozirgacha 10 yil bo'ldi. Shuning uchun aziz vatandoshlar, qarindoshlar, bu to'xtatish kerak. Bu birisini chaqadigan, Uyg'urga biz vakil deb o'tirg'i chiqib olib, Yevropada birlarining viza yo'lini kesadigan, Turkiyada birlarini cheqib solatadigan bu ishlar tugish kerak. Bu ishlar bizning mushu xalqning o'rnidan qo'pishuli tugaydi. Chunki bu da'voning egisi qandaydir bir o'zini saylab olgan tashkilotlar emas, dedim qarindoshlarim. Bu da'voning egisi xalq. Shuning uchun aziz qarindoshlar, o imzanı yığsanlar nimi buldu? Nimi gibi paydası buludu? Bütün dünyaya şunu jakarlaymiz ki, özü saylıvagan, özüdün başka adam işqisi yolunu tosap kesidigan, bu adamlar Uyg'urlarga vekillik qilmaydi. Ular avtonomiyani aldığı şey olsa özü berip alsın. Xitoyni quchoqlab yashaydigan şey olsa özü quchoqlab yashsin. Ama biz Şarkı Türkistanlıklar ve Uygurlar onu xalamaymiz deb o'rnimizdan qo'pidigan vaqt keldi qarindoshlar. O'rnimizdan qo'pimiz ve dünyaya bu mesajni berimiz. Ondan keyin dunyoda bütün Uyg'urga vakillik qilmay, hatta terrorchi, qaroqchi deb chiqishtirish tugaydi. Sharq Turkistonning mustaqilligi degan tashkilotlarning
yo'li ichiladi xalqaro sahnada. Buni xalq ichib beralasizlar, qarindoshlar. Davamlı qaqshab bu o'yli mustaqillikka amal yo'qmi, mustaqillikka amal yo'qmi, toshbaqa gumpusini ishiltidiki, beziribli turvalki, ko'dinglar qarindoshlar bu qitim. Qanchalik bez, qanchalik qashangligini ko'dinglar. Shuning uchun buni tugitimiz. Oldi bilan biz chet elda bir inqilob qilib, bu monopollikdan chet eldagi xalqimizni bir qutuldiraylikki, hammamiz birlikda vatanimizni mustaqil qilib, vatandagi qarindoshlarimizni qutuldirishga tirishaylik. Ya'ni mustaqillik degan quruq gap. Vatandagi lagerdagilarni qutuldirish kerak. Lagerdan qancha odamni qutuldirding hozirgacha? Sening mingyotgan yo'lingda lagerdagilar qutulamdi, o'zinglar ishinamsizlar shunga. Masalan, Dolqin Aysa apandim ekranda ochiq deb bo'ldi. Bir agar Sharq Turkistonni mustaqil qila olsa, men putini yuvib qo'yishga tayyor dedi. Ya'ni Dünya Uyg'ur qurultiyi Uyg'urlarni mustaqil qilamiz deydigan plani yo'q, uningga ishonmaydi. Agarda birisi chiqib qila olayman desa, putini yuvib qo'yishga tayyor. Tamam, u gapda, ya'ni u yanchiqda mustaqil qilinmaydi, tamam. Ammo hozir qilayotgan ishi bilan lager taqiy oladiganini ishonamsizlar? Shuning uchun o'zining nima ish qilayotganini bilmaydigan, ashaga chiqib o'tirib olib, shu xalqdan pul to'plab, o pulning hisobini bermay, mesela lagerdagilarni qutuldirish kerak deb jop so'zlayotgan qarinishim, uyingizdagi cho'nglar 2 yilning oldida Avstraliyaga kelib, lager taqab birman, men tuqudinglarni chiqib birman deb $126,000 yig'ib ketdi. Hisobini beringlar. Qancha Uyg'urni qutqazdi shu pulga? Shuning uchun qarindoshlar, aziz vatandoshlar, bir xalq harakati boshlaymiz. Men shu videoni tugatgandan keyin Sharq Turkiston yoshlar qurultiyiga va o'zimning hisobiga chiqarib qo'yma, keng ko'lamda taqishinglarni va uningga imzo qo'yishinglarni umid qilman. Butunlay to'g'ri imzo qo'ysizlar, burunqi to'g'ridagi imzolardek bir emailinglar ketadi. Cho'qim o'zinglarning rost ismini ishiltinglar. Agarda sistema alias ishiltidiganda oldiga ko'rinadigan ism ishiltib, ammo rost ismlarni saqlaydigan bo'lsa, cho'qim rost ismlarni beringlar. Chunki bu ish yolg'on ismlar bilan qilsak, u narsaning nimaga mashruligi yo'qolib ketadi. Albatta, birmi yolg'on ism bo'lmaydi demaymiz, ammo tushgan imzoning eng azda 95% rost bo'lsa, qolgan 5% Dünya Uyg'ur qurultiyining ish buzish uchun yolg'ondan qolgan ishi deb tushunamiz. Uni dunyomi to'g'ri tushunadi, chunki azroq yolg'onchilik kirib ketadi ishlarga. Shuna qarindoshlar, o'zinglarning ismi bilan qilinglar. Agarda o'zinglarning ismini keyniga app qilib, nimning ichida oldiga bir boshqacha alias deydiganda qo'shimcha shiltira ism belgili bo'lsa, shunda qilsanglar bo'ldi. Ammo rost bo'lsin. Bu bir, endi bu xalqimizning harakati inshaalloh atlik boshlaydi va bu mening ishim emas. Faqat mana kompyuter jihatdan vazifa menga chiqib qolg'achqa mening hisobimda chiqib qoldi va yoki faoliyat boshlatgan odam deganda mening hisobimda Dilyar Musaboy deb chiqishi mumkin. Ammo men qilayotgan ish emas. Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi qilayotgan ish emas. Biz eng azda 10 necha tashkilot bilan so'zlashdik, ko'rishdik va buni tashkilotlarning ishi emas, xalqning ishi qilib, xalq o'zi etmaydigan ish bu. Hech qanday tashkilotning ishi emas. Abay deganimdek, bu ishni to'g'ri ko'rgan tashkilot rahbarlarining, jamoat arboblarining, xalqning orasida so'zi o'tadigan, hurmatga sazovor kishilarning xuddi men hozir deganga o'xshash bu xalq harakatiga ilhom beradigan shaklda bir mushta videolarni ishlamdi yoki so'zlamdi, buningga xalqning yenida turishini umid qilaman. Endi ikkinchi ish mu yana shunga munosabatlik, endi bu ishning tashkilotlar qismi. Ya'ni tekstni chiqarib qo'ydik inglizcha va uyg'urcha. Bu tekstlarni o'qib, buning mazmunini o'qib, xalq imzo qo'ydi, ammo tashkilotlar o'qib, to'g'ri bizmi shunga qo'shilamiz. Dünya Uyg'ur qurultiyi bizning tashkilotimizga vakillik qilmaydi deydigan tashkilotlar hozirgacha xeyli ko'p sondagilar bizga deb bo'ldi, nimani o'qimay turiblar, bu qurultiy bizga vakillik qilmaydi, biz ayrim yoki mustaqil deb. Bu tashkilotlar hammamiz birlikda, Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi va buning ichida hammamiz birlikda logolarimizni chiqarib, bir mushu imzoning tekstini bayonot shaklida dunyoga beramiz, inglizcha va uyg'urcha. Endi ba'zi qarindoshlar deydiki, bizning tashkilotimiz o'z oldiga mustaqil, shuning uchun bunday bir bayonot berishimizning hojati yo'q. Biz zaten Dünya Uyg'ur qurultiyi bizga vakillik qilmaydi deydiki. Yo'q, berishinglar kerak.
Chunki ashu biz Uyg'urchilik qilib, Uyg'urcha hal qilamiz deb, bular bizga vakillik qilmaydi. Shuning uchun biz demasakmi bo'laverdi, ular o'zi bildi degan bilan dunyo undan ko'maydi. Chunki dunyo Uyg'ur qurultiyi a tashkilotlarga men vakillik qilmayman, ular mustaqil deb bormaydi ularning oldiga. Men hammasiga vakillik qilmay deb boradi. Va tashkilotlarning biz mustaqil bo'lgandan keyin gapirmasakmi bizga vakillik qilmaydi degan sal qarash sababli bir inglizcha Dünya Uyghur Kurultayı bizga vakillik qilmaydi. Biz mustaqil ayrim bir tashkilot, faqat qurultay bilan hamkorlashishga ishimiz bor deb inglizcha bildamigashga Dünya Uyghur Kurultayı bütün dunyoni aldab ketyapti. Shuning uchun ikkinchi ishimiz Dünya Uyghur Kurultayı bizga vakillik qilmaydi deydigan barliq tashkilotlar biz bilan Sharq Turkiston Yoshlar Qurultayı bilan Facebook'tan aloqasanlar hozir jiq tashkilotlar bo'lib bo'ldik va 10 necha bo'lib bo'ldik deymay mening bilishimcha. Hammasining logosini qo'yib, ya'ni Sharq Turkiston Yoshlar Qurultayı boshqalab qilayotgan ish emas. Xuddi Volkswagen namoyishini qanday qilib 14 tashkilot hamkorlashib, hammamiz birga qilgan bo'lsak, bu bayonotni hamma tashkilotlar birlashib, birlikda berimiz. Hammamizning logosi yanma-yan turdi va bu bayonot Dünya Uyghur Kurultayı'nın barliq tashkilotlarga vakillik qilolmaydiganligini dunyoga bildirdi. Bu yerda ham tashkilotlarga mening bir yurak so'zim va o'tgan bir qancha kundan beri ilib berilayotgan yepishnikandagi diplomatik suhbatlardan men rostdan desam bek suyundim. Haqiqatan hammanglardan Alloh razı olsun qarindoshlar. Bu da'voning siziqining, o'ttirdagi siziqining mustaqillikni ochiq deymiz degan o'ng qanoti bir yerga kelalaydi ekan qarindoshlar. Uyg'uristonchisimi bor buning ichida, Sharq Turkistonchisimi bor, yana birsimi bor, yana birsimi bor, hammamiz bir yerga kelalaydi ekanmiz. Va barliq tashkilotlarning biz logorimizni oldin berimiz, o'qishimizning hojati yo'q degan tashkilotlardan Alloh razı olsun. Ya'ni logoringlarni bizga berib atmaysizlar, hammamizning tang ishi bu. Biz faqat qog'oz ishini qilyapmiz. Shunga u meni buni deganti. Bu meni uni deganti. 5 kunning oldida u menga salom bermaganti. Bu mening menga qapog'ini turganti. Bularning hammani unutamiz qarindoshlar. Oldimizda bu imzo to'plash faoliyati bir oy davomlashadi. Endi ma tashkilotlarmi hammani unutamiz. Sharq Turkistonga mustaqillik, vatanimizga mustaqillik degan, Uyg'urlarga mustaqillik degan mushu so'z biz uchun birlashtiradigan yilim bo'ldi qarindoshlar hammamizga. Shuning uchun hammamiz birlikda hamma narsani ushaq-tushaq andavganti, mandavgantini unutib birlikda bayonot beramiz va xalqimizning bu imzoga aşı imzoga yetkazish uchun yoki eng ko'p sonda yig'ishi uchun xalqimizning yenida xalqimiz bilan birga turadiganliglarga ishinaman. Endi eng oxirgi so'zim bu qitimqi bu imzo to'plash va bayonot berish harakati tarixda bir burilish nuqtasi oldu bu davanın. Ve şu sızakның o'ng tarafida tuduqmu yoki sol tarafida tuduqmu eyliqi bir cho'milning hikoyasi bor-ku. Keyin mening qayoq tutug'im aniq oldu deydigan. Bu naq shu masala qarindoshlar. Bu sızakның ya o'ng tarafida ya sol tarafida turimiz, tashkilotlar ya shaxslar va tarix bunu unutmaydi. Shuning uchun hammanglarga rahmat aytaman qarindoshlar. Men hozir buni o'chagandan keyin shu imzo to'plashning adresini Sharq Turkiston Yoshlar Qurultayyi va o'zimning betimda chiqarib qo'yman. Ondan keyin boshqa tashkilotlarni chiqardi deb o'ylayman. Barliq qarindoshlarning keng turda taqitishini va imzo qo'yishini umid qilaman. Bugun imzo to'plash faoliyati boshlandi. Tashkilotlar shuning tekstini o'qib biz mushunga qo'shilamiz degan tashkilotlar logolarni avatinglar. Logolar bilan tashkilotlarning qildigan bayonot berdigan ishi bir qancha kun ichida boshlaydi. Biz hozirdan boshlab qo'limizda hozir logolarni avatib biz mushunga qo'shilamiz, mush bayonotni birga berimiz. Tekstni o'qimay turib, mush da'voda mushak kelgan bo'lsa, mustaqilcha ayrilib chiqamiz deb tayyorlayotganlarga ishinib, tekstni o'qimay turib logosini berib qo'ygan tashkilotlarimiz ani bir o'qisin, hammalarga rahmat aytamiz.
ve başka teşkilatlar tekstini okup ona ki men avatiman deydigan teşkilatlar hazır chiqqan narsaning tekstini o'qib logoringlarni avatishinglarni umid qilamiz va tarixning oldida hammamiz qo'lni qo'lga tutib to'g'ri yerda turamiz deb ishonaman. Hammalarga rahmat qarindoshlar.